360 gradusga plavniy aylanishini ko'ryapsizlar. Eng muhimi bunda qo'ng'iroq tugmasi ham bor. Mabodo kimdir bilan uyda gaplashmoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq tugmasini ezib, telefon orqali bemalol gaplashsangiz ham bo'laveradi. Aziz brendidan C6C kameramiz kelgan. Yangi kamera ishoninglar. Buni funksiyalari bilan tanishtiradigan bo'lsak, 4K formatda zapisni taqdim qiladi. 204 Hz bilan 5 Hz dagi Wi-Fi ni ham podдержка qiladi. 512 GB gacha chip bilan bemalol zapislarni ko'rsalar ham bo'laveradi. Eng muhimi 360 gradusga aylantirib, xonalarni to'liq formatda ko'rsalar ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bu kameraning yana bitta plyus tomonlaridan bittasi odam bilan hayvonni bemalol ajratish mumkin ekan. Misol uyga qo'yilgan bo'lsa, mushuk yoki shunga o'xshagan hayvonlarga ham уведомление berib, telefoningizga o'zi xabarnoma kelib qoladi. Shu va shu turdagi neobichniy kameralarni Anasvision do'konlarimizdan topishingiz mumkin. Pastda raqamlar qoldirganmiz, aloqaga chiqsalar ham bemalol boshqa viloyatlarga ham dostavka qilib yetkazib beramiz. Barchalarni Anasvision do'konlarimizda kutib qolamiz.